Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi mebelimizni suratga jarayonni tugatdik. Xo'sh, bu mebelni Oltinko'l, xo'sh, Bo'ston mahallasiga suratga qildik. Xo'sh, xudo xolasa 16-kuni razmer olib ketdik. Bugun 20mi? 21mi? 20-kuni mana suratga qilib berdik. Xo'sh, ashili chiroq ekan. Xo'sh, akril materialda, xo'sh, kashtanni antrast berildi degan akril bo'ldi. Kafellar mebel ichida 2 million 100 ming so'mdan, o'fi holat 5 million 800 ming so'mga mebelimiz tayyor bo'lgan. Mebel ichida xo'sh, mo'ka, smesiklar, xo'sh, bu yoqda sufelkasi, xo'sh, patnusi bor. Xo'sh, tashchamiz, u narsalar bo'lgan. Fon 100% bor, kromka vaqtmi, shandir, Sayus firmasi talishnicasi, kafellar mebel ichida bo'lgan. Halidan tepalari bo'lgan. Xo'sh, mashq holatda tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar.